Andijon viloyati yo'l patrul inspektori Tursunov. Yaxshimisiz akajon? Andijon viloyati deysizmi? Andijon. Mahsulot bo'layaptimi? Ha, aka. Yaxshi-da. Tinchmisiz, ishlar yaxshimi? Rahmat o'zingizjon. Charchab qolmayapsizmi akajon? Ha, boya shu. Ovqatlarimiz bodi kameraga yozib boriladi akajon. 5 ta olib qo'ying. Hozir mana shu 1 yil ichida bor-ku, birinchi marta vaqtida aytayotgan odam siz bo'lasiz, assalomu alaykum, Shandori. Yaxshi o'qigan odamga o'xshayapsiz. To'xtatilishiga sabab 975-sonli qaror 2-bobida ko'rsatilgan bo'yicha akajon mahsuliyat tadbirida hujjatlaringizni tekshirish uchun to'xtatdim aka. Gap so'z yo'q. Qanaqa hujjat beray deyman-ku, baribir ayni karta berib qo'yaman. Bo'laveradi akajon. Karimov Fayzulloh. Karimova Diyoraxon nomida mashina. Ayolingizmi? Aha. Akajon, mashinada taqiqlangan buyumlar yo'q-a? Endi hozir kim bor deydi baribir. Yo'q, yukoningizda demoqchi. Yo'q, nada. Ko'rib qo'ysak, tashqi ko'zdan kechirib qo'ysak, o'z ishtirokingizda. Mumkinmi akajon? Ovora qilaman endi siz. Mashina tushmay qo'yaveradi, tekshirib olavering aka. Endi o'zi qarab tursangiz yaxshi bo'lardi-da aka. Aka. Ikkita xolis o'tatasizmi? Endi aka bitta narsa-da, o'zingiz ishtirokingizda xohlasangiz syomkangizni olib borib qaratib turasiz. Men tashqaridan qarab turaman, xolos, prosta xizmatchilikda bir qator ko'rib qo'ymasak, bizga ham manaqa topshiriq bo'lgan aka. Haligi o'z jinoyat ko'payib ketganligi uchun viloyatda aka. Mahsuliyat tadbirlari tashkil qilinganda pichoq, biyta, kaslet, shunga o'xshagan narsalarga tashqi tomondan ko'zdan kechiramiz, xolos aka. Xohlasangiz va akalar chaqiramiz, yonida ko'zdan kechirib qo'yamiz. Ular ovora qilmaylik mayli aka. Akajon keling endi xizmat guvohnomangizni ko'raylik. Xizmat guvohnomangizni ko'raylik-chi, u sizni maqtab olib chiqish kerak internetga. Yo'q aka, u shart emas, uni maqtab. Menga shartda. Qo'yish aka. Xo'p, Safdor Tursunov Baxtiyorjon Husniddin o'g'li. 28-yilgacha ekan-a? Bo'ldi akajon. Bo'ldimi aka? O'shandan xursandman. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi yetib oling akajon. Yaxshi tomonlar. Uni akaga aytib qo'ying, peshovodda oldida to'xtatmasin unaqa qilib. Motor to'xtatyapti. Yaxshi aka. Tushuntirib qo'ying, mayli inson. Yaxshi nima emas. Yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling.